Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoat munaka oshar kelaverasizlar. Oshar başlandı. Daha bugün bir yol alıp bersek tuğanlar. Anam bu kadın olup kalat. Şaşpay kelaverasizlar. Tuğan yurtlarda da qo'shni qo'ng'inlarda aytib olingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Уважаемый джамат, вот сегодня последний день, алхамдулилlah. И потом каникулы будут. Приходите, сегодня хашар проводим, строительство медресе будем помогать. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoat munaka namoz o'qishlarindagi Mira mechitiga kelaverasizlar. Bugun ashar munaka üstünde asharchilar kelib, ustalar yuradi tuğanlar. Qo'shni qo'linglarda chaqirib olingizlar tuğanlar. Уважаемые братцы, строительство медресе помогаем в городе Новосибирском. Сегодня хашар и ашар проводим. Своим знакомым, родственникам тоже передайте. Разнорабочие, каменщиков нужны, приходите. Bismillahirrahmanirrahim. Bunaka, mana qarangizlar tuğanlar, asharchilarga shunchalik Anladım. Maşallah. Allah razı olsun. Dua kılarsınlar tuğanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Aştıdağı Daniel alıdat. Aşarga. Etti как положено. Bir-birlarimiz ihsan qiladi, sadaqa qilib. Обращайте. Вот джамат, ваши аманаты, которые все для хашара люди пришли, обедают. Дарсагана то, что есть, ваш аманат уже вот, алхамдулилля, дуа сделаем, братцы. Да. Sizlerde amanatlarınızlar aşağı kelgen produkta. Bu şu produkta har aşağı kelib turadi. To'g'onlarga vaqt qo'yasizlar. Kilovskining jamoati shunday produktni aşarchilarga yordamlashib beradi to'g'onlar. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'yasizlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Мира мечеть, Мира медресе, строительство медресе. Сегодня хашар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Manaka sizlarda oldingizlarda xizmat manaka. Doruz, qovun, buyut barda omonatlaringizlar keldi tuğanlar manaka. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'yinglar tuğanlar. Manjaqda bir jamoat o'zi shunday xizmat qiladi, Alloh rozi bo'lsin. Ummatingizdan durud salovat Muhammad. Ya Habibim, ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Ya Habibim, ya ummatingizdan durud salom